Og'ayni maza qilding, shashlik zo'rda. Aka bizdan necha pul bo'libdi? Sizlardan 150 ming bo'libdi. Mana 200 ming jonim sog' bo'ling. Ana haqiqiy do'st. Do'stligingizga ko'z tegmasin. Yog'li, jizzali patirlar bor mana. Patrovali, onam jizzali patirni yaxshi ko'radi. Ikkita berga necha pul bo'ladi uka? 40 ming bo'ladi akajonim. Pulni men uzun berib yuboraman. Sudi Miron oilaga rahmat, mehnatinglar xolos, dastingiz kerak emas. Duo qilib qo'yapsizlar. Jo'lat qilasan odam. Yurgin. Do'stligiga havasim keldi. Mana ham bitta shunaqa do'stim bo'lsa edi. Bo'ldi aka, biznes rasxodlarni to'g'rilab, programmalar urib qo'ydim. Sotki bo'ldi. Zo'r. Necha pul bo'ldi? 200 ming bering. Mana 300 ming. Kattagon rahmat, duo qilib qo'yasiz do'stim. Men qarang, men senga gadoymanmi? Yo, nochormanmi? Sadaqa so'rayapman. Meni mashinam bo'lsa, nimaga to'layapsan? Botir, tushunmayapman. Oshirib yubording. O'rtoq, bugun menda bor, men senga qilyapman. Ertaga menda bo'lmaganda sen ham yordam beraverasan menga. Aytasan-a shunaqa pay. Albatta aytaman. Boshqa do'konlardan narxi ancha farqli lekin bo'lishi mumkin bu narxi? Bo'lish aka. Shokir, bo'lish ekan. Mana yaxshi narx olib. Shokir 1300 deyaptilar. Senga to'ti ololmaysanmi? Menga tortganini bilaman, o'zing menga vaqt soat kelganda uchatib boraman. Napa duding nima? Bugun menda bor, men senga qilyapman. Ertaga menda bo'lmaganda sen ham yordam beraverasan menga. Aytasan-a shunaqa pay. Albatta aytaman. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan?